Baliqchi tumaniga yo'linglar tushsa, buni bilishinglar shart. Birinchi o'rinda Andijondagi eng mazali baliqlarni aynan baliqchi deysiz. Menimcha eng zo'r baliqxonalardan biri bu Baraka. Yana yozoringlar, qayerlarga kirsak bo'ladi. Ikkinchidan, baliqchiga kiryapti turganinglarda shundoqqina yo'l bo'yi qator, go'ja, ayron, kvaslar, xullas salqin ichimliklar sotadigan joylar keladi. U yerga o'tirib, bitta salqinlab olsanglar bo'ladi. Yana bitta narsa, bu yerdagi radarlar ham yashirib olgan, qaranglar. Daraxt orqasidan qarab turibdi. Uchinchidan esa baliqchiga kiryapti turganlarda Chinobodda Askoning 77-filiali ochildi. Bu yerda siz shinalarni 4 oyga o'zini narxini bo'lib to'lashga olsanglar bo'ladi. Qanaqangi boshlang'ich to'lovlarsiz, penyalarsiz va ustamalarsiz. Qaysi ballonlar deysizmi? Hozir ko'rsataman. 004 aksiyasida naqd 5 ta shina ishtirok etmoqda. Bu Fortuna, Didar, Yallama, Largo Pro Max va Altair shinalar. Lekin shoshib qolish kerak. Ushbu aksiya atiga 17-avgustgacha bo'lib o'tadi. Qolaversa, Asko Chinobod, ya'ni 77-filial ochilish munosabati bilan do'kondagi barcha mahsulotlarga 5% chegirma e'lon qilinadi. Lekin bu chegirmalar 3 kun amal qiladi. Askoni tanlashi yana bir qulay tomoni, xarid qilingan shinalar mutlaqo tekinga o'rnatib beriladi. Har 10,000 kilometrda shinalaringiz mutlaqo tekinga perikitka qilib berishadi. Undan tashqari birinchi balansirovka xizmati mutlaqo bepul. Eng qizig'i, ushbu xizmatlarni respublika bo'ylab 77 ta filialda amalga oshirsangiz bo'ladi. Andijonda уже 8 ta. Batafsil ma'lumot olish uchun 1339 raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Manzil Chinobod, shundoqqina Qiyali ko'chasining oldida 36-maktabga yetmasdan Asko shinalar do'koni.